Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Diğer avtomobil xudo xolasa 2021-yil Gentra'miz geldi. Kraskalari 100% toza. Ledlar qo'yilgan. 4 balon toza. Magicar pultlar ham bu. Tonirovka ruxsatlari 5 oygacha bor. Metan gaz balonlari bu. Zapaskalar ham yerga tushmagan holda. Zadniy kamera ikkisi bor, bir emas. Qator hammasini 4 balon ham paket turibdi. Hozir grafiklar bilan tanishtirib o'taman. Bakoylar ham Ingladan qilib, pokoleniya gaz. 114 ming o'zini yurgan halol kilometr. Avtomat korobka, podogrev sidena, ABS tormoz hamma narsasi bor. Lyuk bor. $100 chexollar ham qistirib ko'rdilayni. Gazon polik hamma narsasi bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan bahosi 147 million so'm. Oldindan to'lovsiz bankka 5 yilga 5 million 400 ming so'mlik to'lov. Yangi notariuslardan 8 million so'm pullaringiz ketadi. 8 million bilan gazda mashinani minib ketasizlar, xudo xolasa. Mashinamizda katalizatorning o'rnina povuk qo'yganlar. Mashinani tortishda ham yaxshi bo'ladi. Pokoleniya gazini. Kimga qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diğer hafta kelaverasizlar.